Hammaga assalomu alaykum. Meni eng kuchli kamerachilarga, montajchilarga, xullas video media sohasida yurganlarning ichidagilarga savolim bor. Agar tushunsanglar, mana hozir mono kasetani anaroq bugun 13 aprel 2025-yil ko'chirib chiqib ketdim. Zahvatga berib qo'yib chiqib ketganman. Oddiy Pinnacle 12 studiyasidan. Zahvatga berib chiqib ketdim. Где-то 7,5 soat zahvat bo'libdi. Mana shu ikkala video. Ikkinchisi. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu video. 1-2 deb qo'yganman. Ikkinchi video. O'lchasi 13:04 21 da kirib pauzani yozibman. 7 soat 50 minut. 7 soat 50 minut zapis bo'libdi. Nimaga aytayotganimni hozir tushuntirib beraman hammalarga. Mana shu kaseta. Kasetalar обычный 3,5 soat bo'ladi. Endi men bez pauzaga qo'yganman. Tak. Yaxshi ko'rinyaptimi? 10 gigabayt 720 ga 576 razрешение DVD format, 8,5 kilobit sekund bitrate, 25 kadr. Hammasini ko'rib olinglar. Mana bu yerda qanaqa 7 soat 50 minut ko'rsatyapti kadr. 7 soat 50 minut. Qo'yib ko'ramiz oddiy. Video player, down pod player, ko'pchilik ishlatadigan pod player. Mana shu 7 soat 50 minut ko'rsatyapti mana. Ko'rdinglar? 7 soat 50 minut. Zaryadimiz tugabdi, 5% qoldi. Tak. Boshida chizilgan ancha. O'tkazib ko'ramiz. Xullas, mol so'yyapti. 5-12 soat kasetani vaqti. Xuddi shu videodagini mana. Video 2. Mana video 2 degan videoda qo'yyapman. 7 soat 50 minut ko'rsatadi. Mana maytda mishkani ko'ryapsizlarmi? 7 soat 50 minut. Почему ты нас mozgov marotch deganlarga hozir savolni beraman. Qattig'i 12:33. Tak. Chiste kasetani vaqtini hozir ko'ramiz. Уже 5 soat 23 minut bo'ldi. 5 soat 23 minut. Hali kaseta tugamadi. Bilmayman, oldin VHS kasetalar necha soat zapis qilganda bo'laysizlar. Hozir o'tkazaveraychi, kaseta tugashini ko'ramiz. 5 soat 20, 5 soat 30, 31, 5 soat